Ayni bahor kunlarida magnit bo'roni haqida tez-tez eshitamiz va ko'pchilik buni his qiladi. Ayniqsa yurak-qon tomiri kasalligi bilan og'rigan, shuningdek, surunkali xastaligi bor, o'rta va katta yoshli insonlar, asab kasalligiga chalingan bemorlar ham bu hodisadan aziyat chekishadi. Demak, bu jarayondan inson o'zini himoyalashi shart. Shu sabab hududlarda shifokor va hamshiralarning targ'iboti muhim. Buxoro shahridagi eng ko'p aholiga tibbiy xizmat ko'rsatuvchi 4-oilaviy poliklinikasi ham xonadonma-xonadon yurib, sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish ishlarini kengaytirishda. Bunda asosan o'rta va keksa yosh qatlam ko'proq jalb qilinmoqda. Qon bosimi ko'tarilgan paytlarga keraksiz mahsulotlarni yemaslik, sog'lom ovqatlanishni tushuntirib o'tkazdilar. Doim bular bizning sog'ligimiz uchun harakat qilib, tinmay uyma-uy yuradilar. Hammaga tushuntirish ishlarini olib bormoqdalar. Aholini sog'lomlashtirish tadbirlari Buxoro shahridagi Narshahiy mahallasida ham davom ettirilib, o'z navbatida tibbiy ko'rik ham tashkil etildi. Tor doiradagi mutaxassislar ishtiroki ta'minlandi. Issiq tushganligi sababli asosan magnit bo'ronlari hisobidan keksa yoshlarga arterial davleniyasi ko'tarilib turadi. Shu uchun shularni oldini olish uchun biza sog'lom turmush tarzini, qanday ovqatlanish tarzlarini, ko'proq suyuqlik ichishlarini kerakligini tushuntirish ishlarini olib bordik. Mazkur mahallada 3100 nafar aholi bo'lib, tibbiy xizmatni ularga yaqinlashtirish, ayniqsa yotoqda bo'lgan imkoniyati cheklanganlar holidan xabar olish, bunday toifadagi bemorlarga davlat tomonidan bepul dori-darmonlar tarqatish ishlari muntazam tashkil etilgan. Mahallamizda 476 nafar keksa yoshlar mavjud bo'lib, yotoqda yotgan bemorlarimiz 5 nafarni tashkil qiladi. Bemorlarimizdan patronaj hamshiralar, shifokorlar doimiy xabar olib, tibbiy ko'rikka muhtoj, sharoiti og'ir fuqarolarimizga bepul dori-darmonlar tarqatildi. Jismoniy faollik, ovqatlanish ratsioniga alohida e'tibor qaratish va ko'proq suyuqlik ichish, sho'r taomlar va dudlangan mahsulotlar iste'molini cheklash, sersuv meva sabzavotlar, vitaminlarga boy mahsulotlar iste'mol qilish salomatlik uchun juda foydali ekanligi uchrashuvlar davomida amaliy tarzda tushuntirib borilmoqda. Tibbiy ko'riklar davomida aniqlangan kasalliklar bo'yicha davo choralari ko'rilmoqda. Madrahim Turdiyev, Abdulla Rajabov, Buxoro.